Carpax mahsulotlarimiz va ularning turlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Ulardan birinchisi gilam yuvish korxonalari uchun maxsus aynan gilam uchun ishlab chiqarilgan Active F7 shampunimiz bor va Alpha Effect degan shampunimiz bor. Bular o'ziga xos xususiyatga ega 10 dan ortiq parametrlari bor. Bular haqida o'sha video qo'llanmamizda, ya'ni amaliy holatda ko'rsatib, tanishtirib o'tib ketamiz. Undan keyingi mahsulotimiz yumshoq mebellar va joyida gilam yuvish uchun chiqarilgan maxsus shampunimiz bor. Buni ismi Sofa va yana bir yangiligimiz bor. Mana hozirgi kunda o'sha qo'llanib, amaliyotda qo'llab yaxshi natijaga erishayotganlar bor. Bu asosan Yevropa davlatlarida qo'llaniladi, ya'ni Renser. Sofa mahsulotimizni ishlatib bo'lgandan keyin chayish jarayonida ishlatilgan kimyoviy moddalarni va yopishqoqlik holatidan va yana allergiya berish holatidan yana olib chiqib ketadi. Endi dog' ketkizuvchi mahsulotlarimizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ulardan Force, Multispray, bular asosan yog'liq dog'larga aloqador bo'lgan dog'larni olishida mukammal dog' ketkizuvchi vosita hisoblanadi. Force mahsulotimiz biroz agressivliroq, unga suv qo'shib ishlatiladi yoki joyida mebel, avtomobil, yumshoq mebellarni tozalashda ehtiyot bo'linadi, lekin Multispray degan mahsulotimiz bu universal hisoblanib, hech qanday xavfli tomoni yo'q. Va yana qo'shimchasiga Perixlor degan mahsulotimiz bor. Bu mahsulotimiz asosan gilamlarni yuvib, quritib, mijozga olib borishdan oldin ba'zan qandaydir bir dog'lar qolib ketgan bo'ladi. Mana shu dog'larni ketkazishlikda zo'r, mukammal dog' ketkazuvchi. Sababi nimada desangiz, tepadagi mahsulotlarimizni ishlatgan paytingiz ularni albatta chayib tashlash kerak bo'ladi. Bu mahsulotda esa chayishga hojat yo'q. Sabab bu tezda parlanib ketish xususiyatiga ega. Shuning uchun finishni pardozlash holatida qo'llanishni ko'pincha biz tavsiya qilamiz. Yana bitta mahsulotimiz bor. Bu Extreme degan mahsulotimiz. Tarkibida xlor aralashgan mahsulotimiz. Bu mahsulot asosan shokildalarni oqartirishda, oq sintetika gilamlarda porloqligini yanada mukammallashtirishda ishlatiladi va yana buni eng yaxshi xususiyatlaridan biri, shampunlarimizga 30% qo'shib ishlatsangiz, shampunning kuchini 20-30% ga kuchaytirib beradi. Yana bitta dog' ketkizuvchi mahsulotimiz bor. Buni nomi kristal deb nomlanadi. Bu kristal paroshok holatidagi, ya'ni kislorodniy dog' ketkizuvchi vosita hisoblanadi. Bu hozirgi kunda bu ham ancha ommaga tanish bo'lib qolgan mahsulotimiz. Bu mahsulotda eng bizga kerakli joyi nimada desangiz, qimmatbaho, ya'ni viskoza, shok, ipak, qo'lda to'qilgan gilamlarda ularni tabiiy sariq dog'lari kelib chiqadi. Tabiatan ularda shunaqa dog'lari bor. Mana shu dog'larni ketkazishlikda juda kuchli yordamchi. Chunki ba'zi kimyoviy moddalarni ishlatadigan bo'lsangiz, u dog'larni ketkazaman deb, balki ularning rangini chiqarib qo'yishingiz mumkin. Mana bu vositamiz sizlarga juda yaxshi yordamchi bo'ladi. Oxirgi paytlarda O'zbekistonda ham urf bo'lgan vositamiz bor. Hammamizga tanish, bu gilamlar uchun va xonadonlar uchun ishlab chiqarilayotgan, ya'ni atirlarimiz, ya'ni parfyumlarimiz. Xo'p, bu nima uchun kerak desangiz, avvalambor bu parfyumlar aslida gilam uchun emas, mijozlarimizning kayfiyatini oshirishlikda va ularni hayratlantirishlikda, sarafan marketingda katta yordamchi hisoblanadi. Bu atirlarimizning turlari va ularni tavsiya qilishligimiz regionlarga bog'liq. Regionlarga qarab turib biz tavsiya qilamiz va video qo'llanmamizda buni ham to'g'ri qo'llashlikni va ularning muddati haqida sizlarga xabar beramiz. Keyingi mahsulotimiz Soften deb nomlanadi. Bu mahsulotimiz hozirgi kunda mijozlarimizning talablariga binoan ishlab chiqardik. Bu mahsulotimiz o'sha ahli ayollarimiz uyimizda bizlarning kiyim-kechaklarimizni yuvgandan keyin kiyim-kechaklarimiz yumshoq va yoqimli bo'lishligi uchun chayishdan oldin linor degan kimyoviy modda qo'shishadi. Bu juda ham bir yoqimli narsa. Biz ham mana shu gilamlarni yumshatishlik uchun, aynan gilamlar uchun yumshatuvchi vosita ishlab chiqardik. Xo'p, bunga ehtiyoj o'zi nimadan kelib chiqdi desak, o'zi aslida bizning shampunlarimizda bu mahsulot bor, yumshatuvchi, ammo ba'zi bir regionlarda suvni qattiqligi, sho'rlik darajasining yuqoriligi, gilamlarni o'ta kirligi sababli ularga kuchliroq vositalar ishlatish oqibatida gilamlar muayyan tarzda qattiqroq chiqyapti
Mana shu qattiqlikni oldini olish uchun mana shu vositadan qo'llanilgan holatda yaxshi natijaga erishasizlar. Keyingi mahsulotimiz ba'zan xonadonlarda suv toshish oqibatida gilamlarga zang oqib tushadi. Mana shu zanglarni ketkazishlikda mukammal vosita hisoblanadi. Bu vositamizdan ham xudo xolasa foydalanasizlar. Undan keyingi mahsulotimiz, ya'ni ba'zan gilamlarimiz badbo'y bo'lib qoladi. Keyin shahar sharoitida ba'zi xonadonlarda uy hayvonlari boqiladi yoki yosh bolasi bor, bog'chalardan keladigan ba'zi bir gilamlarda badbo'y hid bo'ladi. Mana shu hidlarni yo'qotishlikda bu ham bir mukammal vosita hisoblanadi. Kislorod asosida ishlaydigan yana bir suyuq mahsulotimiz bor. Bu mahsulot asosan shu matraslarda va ba'zi gilamlarda paydo bo'ladigan sarg'i dog'lar va shunga o'xshash dog'larni ketkazishlikda sizlarga yordamchi bo'ladi. Yuqorida sanab o'tgan mahsulotlarimizni sizlar uchun video qo'llanma sifatida ishlab chiqdik. Bu video qo'llanmamizni ko'rib, o'rganib, yaxshi natijalarga erishasiz degan umiddamiz.